Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi suhbatimiz endi o'sha aramizdagi bir qarindishimizning taklifiga asosan g'ayb va uning ma'nosi haqida to'xtalamiz. G'ayb degan sezgi a'zolarimiz bilan bilgili bo'lmaydigan va Alloh taolo insonlarga bildirishni xohlamagan ishlarning ismi. Shuni g'ayb deymiz. Sezgi a'zolarimiz qaysi desa, masalan, ko'z bilan ko'rib bilish, quloq bilan anglab bilish, til bilan tetib bilish, burun bilan purab bilish, qo'l bilan tutib bilish deganga o'xshash. Shunda sezgi a'zolarimiz orqali bilgili bo'lmaydigan va Alloh taolo insonlarga bildirishni xohlamagan ishlar bular g'ayb endi. G'ayb ko'rinmaganga ishonish, Alloh taoloning va'dasiga ishonish, kelajakdan umidvor bo'lish degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Bu g'aybga ishonish degan gap. G'aybga ishonish iymonning asosi. Shunga Baqara surasining 5ida bayon qilingan mu'minlarning sifatlarining eng beshida ularning g'aybga ishonganligi kelgan. Chunki iymon shu yerdan boshlanadi. Mu'minlarning eng go'zal xislatlarining eng beshida ularning shu ko'rmaganiga ishonganligi keladi. Ko'rmaganiga ishonganligi. Zaten ko'rgan narsani ishonish deyilmaydi. Ba'zilar inson ko'rganiga ishonadi deydigan atalmış sapsatini dastur qilib, g'aybga, ya'ni ko'z bilan ko'rgil bo'lmaydigan haqiqatlarga inkor ko'zi bilan qaraydi. Ularni inkor qilmoqchi bo'lishadi. Halbuki inson ko'rgan narsaga xolisin yoki xolamasin ishonishga majbur. İnsanın ko'rgan va bilgan narsaga ishonishi normal ahvol. Kunni ko'rsatib turib, kunduz kunlikda ma kunning borligiga ishonamsiz deganlik bir, ya'ni bu bir behudalik hamda. Zaten ko'rinib turgan narsaga. Uning ishonsin, ishonmasin, uning hech bir ahamiyati yo'q ko'rgandikin. Endi inson ko'rganiga ishonadi degan bu jumla mushu ma'nosi bilan tushunilsa, bu inkorchilarning da'vosi uchun emas, balki ularga qarshi dalil bo'ldi. Ya'ni ko'rganiga ishonadi. Ko'rganiga ishonadi degan. Agar bu jumlaning ma'nosi inson ko'rganiga ishonadi, ammo ko'rmaganiga ishonmaydi va ko'rmaganiga ishonmaslik kerak degan tushunchani ifodalaydigan bo'lsa, bu jumla ustida izlanishga to'g'ri keladi. Bu jumlani ikkinchi ma'nosi bilan olganda biz uni tamoman aksini so'zlaymiz va deymizki, inson ko'rmaganiga ishonadi. U ko'rmaganiga ishonadigan yagona mavjudot. İşiniş ko'ringanning emas, balki ko'rinmaganning ismidir. Chunki inson ko'rganiga baribir ishindi. Uni ishonishga bog'lashning hech bir ahamiyati yo'q. Masalani asliga qaytarsak, ishonish bilan ko'rish o'rtasida birer aloqa qurish mantiqli ish emas. Chunki iymon ko'ringanning emas, balki ko'rinmaganning borligiga ishonish deganlik. Şu vaqtda iymonning qimmati o'tirg'i chiqadi. Albatta ko'rish iymonning kuchlinishiga turtki bo'lganligini inkor qilmaymiz. Ming anglagandan bir ko'rgan a'lo deydigan hikmat bu bor. Bu deganlik ko'rish ishonishni kuchaytiradi deganlik faqat. Shu bas. Ammo u ishonish uchun shart bo'ldi deganlik emas. Chunki iymon ko'rmay turib ishonishga qo'yilgan ism. Ko'rish ishonish uchun shart bo'lgan bo'lsa, öz vaqtida Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ның aqlni hayron qoldiradigan mo'jizalarini ko'zlari bilan ko'rgan arablarning hammasilar iymon etib ketmagan. İsa Aleyhisselam'ның o'ligini tirildirgan, oq kasalni saqaytgan, to'g'ma ko'rning ko'zini ochgan mo'jizalarini ko'rgan odamlarning hammasi iymon etib ketmagan. Ya'ni bizning ko'rish ishonishni kuchlantiradi degan so'zimizning mutlaq hukm emas. Balki bu nisbiy. Ba'zi kuchlantirib, ba'zi kuchlantirmaydi. Chunki Hz. Muhammed Aleyhisselam'ның mo'jizasini ko'rib, uningga iymon etganlarning hammasining iymoni birdek kuchlanib ketgan emas. Balki ularning ichida munofiqlar chiqqan, g'azotlarning qochqanlarmi chiqqan. Bu iymonning ojizligi emasmi? Albatta shunday. Aksicha, na Hz. Muhammed Aleyhisselam'ni, na uning mo'jizasini ko'rmay turib, uningga iymon keltirgan kimki musulmonlarning, jumladan millatimizning sarxillaridan bo'lgan Sutuq Bug'roxon, Yusuf Xas Hojib, Mahmud Qashqari, Adib Ahmad Yuknaki,
Sabit Damallam, Abdülkadir Damallam, Muhammed Emin Buğra. Yani cheksiz yani. Bularning hammasi ko'may turib ishinib iymon etgan. Payg'ambar islomning Abu Bakrning iymoni tarozining bir tarafiga va butun ummatning iymoni uning yana bir tarafiga qo'yilsa, albatta Abu Bakrning iymoni besib tushadi degan. İmanның hamma kishida o'xshash darajada bo'lmaydiganligini ifodalaydi bu hadis. Uning sirtida ko'rishning hamma kishining ishonishini birdek kuchaytirmaydiganligini, ya'ni ko'rishning hamma odamning iymonini kuchaytirib ketmaydiganligini ifodalaydi. Chunki Muhammad sallallohu alayhi vasallamning hissiy mo'jizalarini ko'rgan yolg'iz Abu Bakr roziyallohu anhu emas, balki shu vaqtdagi arablarning musulmon kofir hammasi o'z ko'zlari bilan ko'rgan. Rasulullohning qo'lidan suv chiqqanligini ko'rgan, oyni ikkiga bo'lib ko'rsatganligini ko'rgan, ya'ni nurg'un mo'jizalarni ko'rgan ular. Ko'rgan bilan ko'rganlar hammasi iymon etib ketmagan. Ko'rish va ishonish masalasi ustida har xil fikrlarni o'ttirga qo'yg'uchimi, ya'ni shu aql. Agar aql ko'rmaganini inkor qilmoqchi bo'lsa, ishni oldi bilan o'zini inkor qilishni boshlash kerak. Chunki aqlni ko'rgili olmaydi. Balki aql o'zini ko'ra olmaydi. Bir ateist muallimdan birisi kichik bolalarni bir sinab bakmoqchi bo'lib, sinfga kirib debdi. Balalarım, sizlar meni ko'ryapsizlar? deb degandan ha ko'ryapmiz degan, andaqda men mavjud. Sizlar oldingizga daskani ko'ryapsizlar? deb ko'ryapmiz degan, andaqda daska mavjud. Sizlar o'tirgan oldingizdagi mana o'rindiqni ko'ryapsizlar, men kitobni ko'ryapsizlar degandan ko'ryapmiz degan. Tamam, o'rindiq, kitob mavjud. Sizlar Allohni ko'ryapsizlar deb yo'q ko'rmayapmiz degan. Andaqda Alloh mavjud emas deb degan o'quvchi jim bo'lib qoldi. Bir o'quvchi o'rnidan turib qarindoshlar, sizlar ustozning aqlini ko'ryapsizlar? Hozir men muallimning aqlini ko'ryapsizlar debgan. Yo'q, ko'rmadik degan. Anda ustozning aqli yo'q ekan degan ustoz jim bo'lib qoldi. Ya'ni aql, muhabbat, nafrat, ko'ngil, deganlarni biz ko'rmaymiz. Ammo ishonimiz jon eng cho'ng muammo. Jonni biz ko'ramaymiz. Ya o'zimizning jinni ya boshqaning jinnini biz ko'ramaymiz. Ammo uning borligiga, shu hayot yurgan odamda jonning borligiga ishonimiz. Bunga kofir, musulmon hammadan ishonadi. Ya'ni demak, hamma narsani ko'rib ishonish shart emas. Ko'rmaymiz ishonimiz. Ana g'aybga, ya'ni ko'rilmaganga ishonishning shunchalik yuqori martabalari bor. Ko'rish uningga hech narsani ziyoda qila olmaydi. Perdeler ochilib, ishonganlarimni o'z ko'zim bilan ko'rsammi, iymonimga hech narsa qo'shilmaydi, iymonim bir xil turdi degan ariflar o'tgan ekan. Bu so'zning to'g'ri ekanligini qabul qilish aql egasi uchun ancha qiyin emas. Ko'rishni ishonishning sharti deb sanaydigan bo'lsak, oldi bilan tarixni inkor qilishga to'g'ri keldi. Tarix uni ko'rmay, anglamay turib kitoblarni o'qish yoki og'zaki anglash orqali ishoniladigan narsa. Mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin Hicriye'nin 8-yili Mekke'ni Arap Buddist güçlerinin çangılından azat kılganlıkını közümüz bilen görmegen bolsak mı, onunla kılçı şak kılmasını işinimiz. Bununla Müslüman kafir hemeden işinidir. Yahudiler mi işinidir, Hristiyanlar mı işinidir, Müslümanlar mı işinidir. Muhammed Aleyhisselam'ın aşıyla Mekke'ni azat kılganlıkını. Agar mumkin bo'lsa, Muhammad Aleyhisselam'ning zamoniga qaytib, uning bilan birga bir safda turib jihad qatnashgan va Makkani birga fath qilgan bo'lsak-mu, bu voqealikning rostligiga bo'lgan ishonchimiz kuchlanmadi. Tabiiyki kuchlanmaydi. Chunki hozirgi iymonimiz shu chaqda chuqum shu azat qilingan, musulmonlarning qo'liga o'tgan degan 100% iymonimizga o'z ko'zimizni ko'rsakmi, hech kim qo'shilmaydi. O'xshash yani. Ya'ni shuningga ishonimiz shu chaqda. Agar biz ko'rganimga ishonaman, ko'rmaganimga ishonmayman demoqchi bo'lsak, 1 va 2 dunyo urushlarining bo'lganligini, Afrasiyab, O'g'uzxon, Suqbug'roxon, Mahmud Qashqari, Yusuf Xas Hojib, 7 qizlarim, Nuzugum,
Yani nurgun ecdatlarımızdan ötkenlikini inkar qilishga to'g'ri keldi. Çünkü biz o urushlarni ko'rmadik. Mezkur ecdatlarimizni ko'rmadik. Ko'rmadik ularni. Faqat tarixlarni o'qib ishondik. Hamda hech qanday shak qabul qilmaydigan darajada ishondik. Masalan, Makkaning barligini, Makkaga bormagan hammadan ishonadi. Makkaga bormagan bo'lsa-mu, Makka Saudiya Arabistondan Makka degan bir yer bor deb hammasi ishonadi. Hech kim shak qilmaydi unga. Yani umumen aytganda ko'rmasdan ishonganlarimiz bilan ko'rib ishonganlarimiz o'rtasida alohida cho'ng farq yo'q. Masalan, ko'plarimiz atom, mikrob va bakteriyalarning hech birini ko'rib boqmadik. Masalan, men ko'rib boqmadim. Bularning bor ekanligidan hech shak qilmaymiz ammo. Çünkü bir grup mutaxassislarning ko'rdik deyishi bizning ishonishimiz uchun yetarli. Endi nurg'un payg'ambar Odam alayhissalomdan Muhammad sallallohu alayhi vasallamning vaqtiga kelganda necha ming payg'ambar va ularga erishgan necha milliard musulmonlar Allah bir, Allah haq, Allah yegani ilahimizdir, yegani Rabbimizdir degan gap o'xshash aytib keladi. Endi hammasi shunday aytib kelgan tursa, biz uni nima ishonmaymiz endi. Biz odatda shu doktorlarning, mutaxassislarning mikrobni ko'rdik, bakteriyani ko'rdik, atom parchalarini ko'rdik degan gaplarga ishonimizkan. Ko'rmay tur, o'zimiz ko'rmasakmi, ani gapiga ishonimizkan. Ani gapiga nima ishonmaymiz? Qani mikroskop va uning vazifasini o'taydigan barliq jihozlar bir anda yo'q bo'ldi. Yoki ularning ko'rish sistemasi buzildi. Boshqasini yashashga hech qanday imkoniyat bo'lmadi. Ya'ni yashag'il bo'lmadi deb faraz qilaylik. Bu vaqtda atom, mikrob va bakteriyalarni ko'rolmaganligimiz uchunla bu dunyoda yo'q deyalamizmi? Yo'q deymizmi? O'tmishlarda mikroskop bo'lmag'achqa mikrob, bakteriyalar deganni ko'rilmaydi. Bular shu davr insonlarning ko'rish iqtidorining sirtida edi. Ammo ularning ko'rolmaganligi uchun mikrob va bakteriyalar yo'qmidi? O'tmishdagilar bularni ko'rish bizning iqtidorimizning sirtida edi deyalasimi, bularni haqiqiy ma'noda yo'q edi deyolmaydi. Hozir qilamiz deyolmaydi. Chunki ular ko'rolmagan bo'lsa-mu, mikrob va bakteriyalar insonlar yaratilishdan beri bağlab kelgan, batdi. Uni bilmaganlik uchun insonga bakteriya va mikrobning aralashganlikdan, mikrobning insonga bulashganlikdan, og'rib qolganlikni, kasal bo'lganlikni bilmaganlikdan bu jin chepivatda, jin anda qildi deb shu jinga o'qish bilan shunday o'tgan nurg'un kishilar. Nimishqa bilmagan. Mikrob batdi ammo uni bilmagan. Endi ko'rishning cheklik ekanligini va ko'zning ko'p hollarda xato qilishganligini unutmaslik kerak-da. Ko'zga o kadar ishinib kerak bo'lmaydi hamda. Bu masalani izohlashga hojat yo'q odatda. Aqlingiz boshqa joyda bo'lgan vaqtda oldingizga kelgan o'zingizning eng tanishli odamini ko'rmay qolishingiz, gohida uni boshqasi o'qitib qolishingiz yoki tanimay qolishingiz, sarabni suv deb o'ylab qolishingiz ko'zingizning xatoligidan boshqa narsa emas. Shunga munofiq ko'zga, mu'min so'zga ishindi deyiladi. Ya'ni munofiq ko'zga, mu'min so'zga ishindi. Mu'min uchun ko'rish shart emas. Uning qalbi ko'zi bo'ldi, dili ko'zi bo'ldi. Bu o'rinda ko'zga ishonishni insonlarning cho'ng xatoliklarga va imonsizliklarga elib boradiganligini eslatib o'tish lozim. Biz hamisha quyoshning aylanayotganligini va yer sharining bu zaminning jim turayotganligini ko'ramiz. Ko'zimiz shuni ko'radi zaten. Ko'z haqiqatni bilishning o'lchami bo'ladigan bo'lsa, bu vaqtda bizning yer sharining o'z o'rnida jim turayotganligi va quyoshning aylanayotganligiga ishonishimiz tabiiy haqqimiz edi. Chunki shunday ko'rinadi. Ya'ni quyosh atdigan derizimizning matrabida qalsak kechda matrabiga o'tib ketdi. Ammo bizning uyimiz o'zgarmadi muddat o'tdi. Quyosh o'zgarib ketdi. Unda o'g'li quyosh aylandi deydi. Ko'z shuni deydi. Ammo haqiqat bundoq demaydi. Ko'zimiz bizni aldaydi. Amaliyotda quyoshning atrofida aylangani yer shari o'z o'qidagi o'z harakati bilan aylanib turg'ini quyosh. Ya'ni o'zining o'qida
turg'uni quyosh. Odamni hamisha aldaydigan va ko'rish iqtidori cheklik bo'lgan, hatto tomning u tarafidagini va qorong'udagini ko'rolmaydigan ko'zga ishnamdiq yoki aqlning mahsuli bo'lgan ilmiy haqiqatlarga ishnamdiq. Albatta haqiqatga ishonamiz. Alloh taolo bizlarni hidoyatdan ayirmasin, iymonimizni kuchli qilsin. Amin.